Assalomu alaykum. Bu mening maktabim loyihasining ishtirokchilari. Rahimjon aka Qo'chqorov boshlagan Bu mening maktabim loyihasiga men ham o'zimning maktabimning tarixidan sir chertmoqchiman. Qadimiy ilm o'chog'i bo'lmish Qarnoq qishlog'i Turkiston viloyati Kentov shahar ma'muriyatiga qarashli boy tarixga va o'ziga xos madaniyatga ega bo'lgan qadimiy va yirik qishloqlaridan biri bo'lib, ilm-fan, hunarmandchilik an'analari, tarixiy obidalari bilan mashhur. Qarnoq qishlog'i Qozog'istonning janubida, Qaratog' tizmalarining tog' etagida joylashgan. Ana shu tog' etagida joylashgan Choshtepa maktabi tarixi Qarnoq makonining bir qismi hisoblangan. Choshtepa hududida 2015-yilda kishi ko'zini quvontiradigan 3 qavatli ko'rkam bino qad ko'tardi. Qishlog'imiz ko'rkiga ko'rk qo'shib, qad rostlagan ushbu yangi maktab binosi zakovat va ilm-fan makonidir. Devorlaridan yangilik va taraqqiyot isi ufurib turgan bu muhtasham qoshona kelajak bunyodkorlarni tarbiyalaydigan haqiqiy ziyo maskanidir. Uning har bir burchagi yoshlarimizning arzulari qanot yoyishlari uchun xizmat qiladi. Shohona va zamonaviy me'morchilik an'analarini o'zida mujassam etgan ushbu bino shunchaki tosh va g'ishtdan emas, balki farzandlarimizning porloq kelajagi bo'lgan ishonchdan bunyod bo'lgan. Eng so'nggi texnologiyalar va zamonaviy dizayn asosida qurilgan bu maktab keng va yorug' sinfxonalar, zamonaviy laboratoriyalar farzandlarimizning bilimiga bo'lgan chanqoqligini yanada oshiradi. 2015-yilning 1-sentyabrida yangi maktab kaliti Mansur aka Akeshevga topshirildi. Tarixga nazar solsak, Choshtepa maktabi 1950-yillarda bir necha sinfxonalari hashar yo'li bilan ota-onalar va o'qituvchilar yordamida qurildi. Maktab esa boshlang'ich maktab sifatida faoliyat yuritdi. Maktabga ilmiy mudir bo'lib tayinlangan Sattorxon aka Jalolov sinfxonalarni kengaytirish uchun bor yo'g'i 5-6 ta o'qituvchi va ota-onalar bilan hashar uyushtirib, qo'shimcha binolar qurishni boshladi. O'zi esa bu ishda bosh qosh bo'ldi. 1966-yil 18-mayda Turkiston rayon xalq maorifining buyrug'iga binoan boshlang'ich maktab 8 yillik maktabga aylantirildi va bu maktabga Nurbadal aka Mamatraimov direktor etib tayinlandi. 1977-yilda Fayzulla aka Abdurayimov, 1989-yilda Asan aka Jalolov, 2002-yilda Mamatxon aka Mirzayev, 2003-yilda Ahmadjon aka Ergeshev, 2010-yilda Asilzoda aka Mamatraimovlar mana shu maktabga direktorlik lavozimida ishlab, bilimli yoshlarning yetishib chiqishida o'z hissalarini qo'shgan fidoyi ustozlar edi. 2024-yili Choshtepa maktabiga Ulug'bek aka Baymetov direktorlik lavozimiga tayinlandi. 30 yillik tajribaga ega, ulkan mas'uliyatni yelkasiga olgan, maktab jamoasini bir maqsad, sifatli ta'lim va go'zal tarbiya yo'lida birlashtira olgan talabchan rahbar. Tilini bilsang, diliga yo'l topa olasan deganlaridek, ishni har bir o'qituvchining tilini topish bilan boshladi. Ulug'bek aka nafaqat ta'lim jarayonini boshqaradi, balki qishloq oqsoqollari, ota-onalar bilan hamnafas bo'lib, mahalla aholining hurmatiga sazovor bo'la olgan el ardog'idagi inson, butun bir qishloq kelajagini voyaga yetkazayotgan ma'rifat va ziyo yo'lidagi haqiqiy karvonboshidir. Ilg'or pedagogik tajribalarga suyanib, ta'limning yangi usullaridan samarali foydalanish natijasida so'nggi yillarda o'qituvchi va o'quvchilar erishgan yutuqlar quvonarlidir. O'quvchilar o'qituvchilar rahbarligida kichik ilmiy ishlar,
turli xil olimpiadalarga qatnashib, respublika va viloyat miqyosida ulkan yutuqlarga erishmoqdalar. Choshtepa maktabi ustoz va shogirdlik an'analari go'zal tarzda uyg'unlashgan, har bir farzandning qalbiga ezgulik urug'ini qadayotgan, qutlug' bu maskanda olib borilayotgan bu sharafli va mashaqqatli ishlarda maktab jamoasiga va rahbariyatiga hamisha zafarlar yor bo'lsin. Ta'lim olayotgan yoshlar o'z ona tilini e'zozlash bilan birga davlat tili va zamon talab qilgan ilmlarni puxta egallab, yurtning ertangi kunini quruvchi haqiqiy ziyolilar bo'lib yetishishiga ishonchimiz komil.